joyda nimadir qilsa bo'ladi. Turkiyaning kam sonli hujumlaridan biri hozir gol bilan tugashi mumkin edi. Ikkilanib turdim o'zidan bori. Ko'z tegmasin deb gapirmay turdim, lekin so'z tegmasin. Ko'z tegmasin desam bo'lmaydi. So'z ham tegmadi, ko'z ham tegmadi. Vaziyat ham hech narsa bilan tugadi. Xullas 3-0. Portugaliya ustunlik qilyapti. XG'da 1,63 golli vaziyat to'plab